Qo'shniga qara, pul yo'qlar. Qo'shni, qo'rqitmang odamni, qo'rqitmang qo'shni. Nima bo'lyapti bu? Ko'rmayapsiz, o'lcham bilan tovonim og'riyapti. Shunaqa bir suv olib chiq. Mana raysuva, mana suv. Mana. Mahallani obodonchilik yari. Mana unga doktor chaqir. Men peling. Men yani erkakmisan? Ha, erkakman. Bo'lmasam, yo'l oshga uyingdan ko'chaga chiqmaysan. Telefon qilsang ko'tarmaysan. Oshga puling bo'lmasa, ayt xalpana men to'lab yuboraman. Ha, bu yo'qlar. Nima bo'lyapti bu? Ko'rmaysizmi, rais? Uylangandan beri oshga bormaydi. Xotindan qo'rqsa kerak edi. Xotinidan qo'rqmaydi. Qizig'i xotin ham bundan qo'rqmas ekan-da, rais. Ketdingmi do'stim? Qaqa? Oshga to'lab yuboraman deyman. Chinnimisan sen? Men prosta aytdim, xolos. Puling yo'q bo'lsa, bor uyga olmali pervagina bor. Men ketdim oshga. Ye. O interji. Kecha gasho ko'tarib yurdim. Bugun obdashda ko'tarib olibsan. Nima muammo? Rais, uyimizda suv yo'qmi? Sharoit yo'qmi naqigani? Qarasizmi mahallaga? Men mahallani obodonchilik yari. Bular narsalaringga nova qaraydi. Qatta u nova. Ana 10-chi maktabda santexnika do'kon nova. Senga kerakli hamma narsa bor mana shu yerda. Unitasi, rakvina, smestitel, hamma narsa bor ashadda. Ha, bu. Menga suv kerak-ku, suv yo'q bu yerda. Doktor aka ko'shaba qaring. Doktor aka ko'shaba qaring. Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. O'g'il gazni o'chirdingizmi? Eslanmayapman-da, dada. Hozir bilamiz, hozir. Alo. Aka, uydamisan? Ha, uydaman. Oshxonaga kirchi bo'lmasa? Kirdim. Gugurt yoqib ko'rchi. To'xtam. Nima bo'ldi? Eshitdimi? O'chiribman dada gaz. Ha, bu. Ha. Men yani sizga gap bergin. Qachongacha so'rab chekasan? Bor-e. Ben oğlum, odam sharmanda qilma birovdasiga gap so'z. Shunchaki prosesdek pakayib o'lib ketsam. Birinchisizmi? O'chirib mana blogerlar. Qo'qonda bunaqasi bo'lmagan. O'chirib tashladi bu blog. Birinchi. Bu balachi bu. Ikkini ma'nosi nima endi uni? Ikkinchi marta qo'yog'i demadi. Yo'q, qo'yib deyman bu. Kundan keyin qo'shamiz degani bu. Tabriklaymiz. Katta bala bo'ling, katta bala bo'ling. Marokashda anaqa beryaptilar, tadbir. Hop. Bo'ldi, topolmaydi. Ana. Endi qaramasam bittasini. Qaramasam bittada. Bo'ldi, bitta oling. Bo'l, men bildim, tushmaydi bu. Bittada. Ochdi. İşte bu sandıklı geldi. Bitta shu xolos. Qanday? Ya siz tekshirib ko'ring. Boshqa kalibni ham olib qo'yib ko'ring. Menimcha hamma kalibga ochilaversa kerak. Yo, ikkita arqa topib Prosta bor. Vayin tayyor, ha? Bu ishi bo'la qayta. Vayin tayyor. Vayin tayyor. Ertaga dadasi olib kelaman. Ana $1000 qani Umrani puli deyman. Tarif berib, o'zimni anaqa qilib, solidniy ko'rsatgandan ko'ra, yutdim, maniki bu. Tushunamizmi? O'qitib,